Mana bugun safimizga Orif akam qo'shildi. Orif aka, rahmat. Assalomu alaykum. Hammaga omonmisizlar? Yetib keldilar axir. Ha, shunaqa. Bugun Parijga keldim. Undan avval mana okalar shu yerda edi. Markaziy sektor, Elite Sport, hamma shu yerda. Xo'p, biz endi bugun Parijdamiz, lekin indinga tongdan Kataloniyada bo'lamiz. Klassiko. Sababi aniq, klassiko, mavsum oxirgi klassikosi. Bu filmlar bo'ladi, 1, 2, 3, 4 to'ri bo'ladi va to'ri eng zo'ri bo'ladi. Ya'ni mavsum o'laroq Final deydimi? Final. Bu endi final to'ri. Ikkala jamoa ham bir-biriga balanslashib kelyapti va ikkalasi uchun favqulodda muhim uchrashuv, men o'ylayman. Bu zo'r o'yin bo'ldi. Yonadi, biroq. To'g'ri tanlov bo'ldimi aka bugun kelganimiz? To'g'ri emas, bu aniq qilinishi kerak bo'lgan tanlov bo'ldi. Afsuski hech qanaqa nima deydi, faqat zavq olmadi. Zavq olmadi. Ona qarang. Parij, Shveysariya. Shunaqa. Hali yana bitta ko'p yangiliklarimiz bor, to'g'rimi aka? Bular hali surpriz bo'lib qoladi. Alohida aytsangiz kerak. Alohida chiqaramiz video qilib. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Mana Orif akam safimizga qo'shildilar. Tez orada xayrlashgan safimizda bo'ladilar.